Assalomu alaykum. Mana somsa latoklarimiz tayyor bo'ldi. Mana bu yerda 30 gradusdan 110 gradusgacha bo'ladi. Tentli bo'ladi bu. Mana bunday xolasa bu tarafidan ochiladi. Xolasa bu tarafidan ochadi. Xolasa bu ikkalasi ham birdaniga olinadi, somsa tergani. İçida kimga kerak bo'lsa setkasini ham qilib beramiz. Buni bitta akamiz Toshkentga zakaz qilishdi. Tayyor bo'ldi. Oyoqlari 80 cm balandlikda bo'ladi. Mana bunday qalin konteyner listdan bo'ladi. Mana bu yerga kiradigan bo'ladi. 80 cm balandlikda bo'ladi. Oyoqlari taklanadigan bo'ladi.